Assalomu alaykum. Keling, Quizchi botda fayl orqali qanday qilib tezkor kviz yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun botga kirib, Start tugmasini bosamiz va fayl orqali kviz yasash bo'limini tanlaymiz. Endi savollarni kiritish uchun oddiy matnli fayl yaratib olamiz. Keling, sinov uchun ikkita savol yozamiz va ularni bot formatiga moslab chiqamiz. Qoida juda oddiy. Savol oldidan so'roq belgisini, to'g'ri javob oldidan plus belgisini, noto'g'ri variantlar oldidan esa eng belgisini qo'yamiz. Savollar tayyor bo'lgach, faylni saqlaymiz va botga yuboramiz. Bot bizdan test nomini, bitta testda nechta savol bo'lishini va har bir savolga qancha vaqt ajratilishini so'raydi. Kerakli ma'lumotlarni kiritishimiz bilan bot kvizni to'liq yasab beradi. Endi tayyor testni boshqalarga ulashishimiz yoki testni boshlash tugmasi orqali o'zimiz ishlab ko'rishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.